Bugun mana operatsiyam. Aytganimdek Allohga tavakkal qilib, sog'lig'im uchun operatsiyani tanladim. Ham ko'rinishi, ham ichidagi nafas olish yo'llarini tuzatish uchun. Qo'rqayotgan bo'lsam ham hayajon bildirmaslikka harakat qilaman. Bu yoqda begim ujrimadi. Kuzatvordilar. Bismillah aytib kirib ketdim. Anesteziolog bo'lsa, menga operatsiyada bo'ladigan jarayonlarni aytib beryaptilar. Ancha qo'rquvim kamaydi. Operatsiyam 2,5-3 soat bo'ldi. Ko'pchilik qaysi doktorda qildirdingiz so'rashyapti. Muhsinxo'ja aka doktorni tanladim. Qo'llari juda ham yengil ekan. Alloh izni bilan juda ham tez va zo'r bo'lib chiqdi. Doposlilarni keyingi videoda ko'rsanglar bo'ladi va bu yog'iga banda rinoplastik va septoplastikdan keyingi holatlarni aynan birgalikda sizlarga o'z qilib aytib ketaman. Chunki oranglarda juda ham ko'p menga bunaqa savollar kelyapti. Men ham qildirmoqchi edim, lekin qo'rqyapman. Nafas olishim yaxshi emas yoki tashqi ko'rinishida ozgina bunaqa problemalar bor degan qizlar uchun bemalol blogimni kuzatsanglar bo'ladi. Operatsiya bo'lganini eshitib kech bo'lsa ham xursand qilishga harakat qilgan yaqinlarimga kattakon rahmat aytaman. Boshingizga ish tushganida yo shu kasal holatingizda aynan atrofingizda kim borligi bilinadi.